Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Scalp Trader kanaliga, YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Anchadan beri YouTube kanaliga video chiqarmayotgandim. Bugun xudo xolisa video chiqaraman. Ya'ni nima haqida bo'ladi video? O'zim anchadan beri savdo qilib kelayotgan model bo'yicha bo'ladi. Ya'ni hammaga qiziq bo'lgan model o'sha makro vaqtda qanaqa savdo qilish, qanaqa modellardan foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zim ko'p vaqtdan beri o'sha model bo'yicha savdo qilib kelyapman. Uni Telegram kanaliga tashlab boryapman, ko'rayotgan bo'lsanglar. O'sha modelni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, unda boshladik. Hop, o'rtoqlar, bu modelni ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda sizlar uchun model chizilgan. Ya'ni men o'zim shu model bilan savdo qilyapman. Bu yerda biz asosan breaker blok bilan savdo qilamiz. Vaqt kerak bo'ladi. Bizga kerakli narsalar yozilgan. Vaqt premium discountga short bo'lsa premium discountga qaraysizlar, long bo'lsa o'sha discount zonaga qarab savdo qilasizlar. Bu yerda uchinchi ma'lumot, bu yerda noto'g'ri nuqta qo'yilmabdi. Uchinchi ma'lumot bu yerda candle, ya'ni breaker block bo'lib yopilayotgan candle tana bilan yopilishi kerak bo'ladi. O'shanda breaker block bo'lib biza savdoga qo'shilsak bo'ladigan bo'ladi. Bu yerda mana chizilgan PDR, ya'ni premium discount, hamda premium zona, bu discount zona, ya'ni qizil bilan belgilasak bo'ladi. Mana bunaqa qilib, mana bu premium zona, mana bu esa discount zonamiz, qizil. Hop, bu yerda qaranglar, premium zonada qanaqadir kelayli nuqta bo'lishi mumkin. Misol uchun order block, FVG yoki qanaqadir likvidnost zona yechilishi shu nazarda tutiladi. Bizada high, ya'ni birinchi highimiz, bu bizada stop hand hisoblanadi, ya'ni stop hand bo'ladi narx. Ko'rib turibmiz, mana high, bizada stop hand bo'lgan yangi, ya'ni narx mashi vaqt ichida bizga manipulyatsiya qilib, narximiz kelayli nuqtaga yetib boradi. Kelayli nuqtadan keyin hamma biladi, o'sha MSS bilan через MSS savdoga kiriladi. Bu yerda mana ko'rib turganinglardek, xayr uni yengilab turib stop hand qilgan narximiz, ya'ni mana bu nuqtamiz manipulyatsiya hisoblangan. Manipulyatsiyadan keyin bizga o'sha eng kelayli nuqtamizga narx yetib kelyapti. Undan keyin bizda yangi, ya'ni new high bo'lgan. Undan keyin narx ko'rasizlar, mana bu yerda MSS, ya'ni ko'pchilik biladi MSS, ya'ni ICT'da MSS smart moneyda chok hisoblanadi, ya'ni LTF chok. Xuddi shunaqa bo'lgan. Ko'rib turibmiz, bu yerda mana bu nuqtamizda, ya'ni candle tana bilan yopilib breaker block bo'lib berish kerak. Ana o'shanda biza narx ko'rasizlar, mana premium zonada, narx premium zonaga chiqib, narximiz breaker blockdan reaksiya olib tushib beryapti. Ya'ni mana bu discountdagi qanaqadir kelayli nuqtaga yetib boradi narximiz. O'shanda u yoqdan ham vaqtga qarab turib biza buy yoki dalshani sell nuqta qarashimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu modeldan foydalanaman. Bizada qanaqa kirish bo'ladi? Stop losslar qayerga qo'yiladi? Mana misol uchun mana shu candle bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqtada ham mana birinchi o'chirtda nima tortamiz? Mana premium discount tortsanglar, o'zi mana premium zonaga chiqib kelgan narximiz. Premium zonaga kiringlar, xohlasa mana breaker block boshlanishiga savdoga kirsanglar bo'ladi. Stop loss highda endi bu yerda kichkina chizilgan, take profit 1.2 narvani 1.2 qo'yib turib savdo qilsanglar bo'ladi. Bu yerda shu model breaker blockdan foydalanib savdo qilish. Ya'ni makro vaqtda bo'ladi bu narsa. Ya'ni New York time makro vaqt. Makro vaqt, hop deylik. Mana shu nuqtasi, mana shu nuqta. Mana shu nuqta desak, 920 930. 920 bizda makro vaqt, ya'ni New Yorkdan keyin O'zbekiston vaqti bilan 18:30da boshlanadi. O'sha vaqt narx manipulyatsiya bo'ladi. Manipulyatsiyadan keyin sizlar savdoga qo'shilsanglar bo'ladi. Asosiy vaqt mana shu nuqtamiz bizda manipulyatsiya bo'lgan holati, ya'ni 9:30 bo'lgandan keyin manipulyatsiya boshlanadi. Ya'ni bir tomonga yurish boshlanadi. Ana undan keyin narximiz obratnaga qaytib berishini ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi shu model bilan savdoga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Hop, endi bularni realniy grafik o'zida ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ya'ni realniy grafik deganda o'sha orqaga qaytarib, kesib
backtest qilamiz. Bu yerda ko'rsak bo'ladi. Mana shu holat ko'rib turibmiz. Bu 130, ya'ni 100 bu yerda hop. Mana bu yerda Osiyo, Frankfurt, London, undan keyin New York. Ya'ni New York vaqti bizda O'zbekiston soat bilan 5 da, makro vaqti 18:30 da. Ya'ni 9:20, 9:30 New York vaqti bilan. Shuni belgilaymiz. Misol uchun mana 9:20 и 9:30. 9:30 mana shu vaqt. Bunday chizib qo'yamiz. 9:20 asosiy ishlanadigan vaqt. Unaqa ko'p boshqa narsalarga ahamiyat bermasanglar ham bo'ladi. Shu orqali savdo qilsanglar ham bo'ladi, misol uchun. Hop, mana belgilaymiz. Endi menga asosiy kerakli bo'ladi. Ya'ni o'zim ishlatib, o'zim savdo qiladiganini sizlarga ko'rsataman. Ya'ni boshqa nimadirlar qo'shmayman. Boshqa nimadirlar qo'shib tashlamayman. Shu uchun. Hop, narximiz mana shu vaqtga kelishini kutamiz. Hop, tepadan narx bizga qanaqa kelayotganiga ahamiyat berishimiz kerak. Narximiz hop bizga high sweep kelyapti. Mana bu ya'ni New York boshlanishidan oldin low'da yechgan. Yozadigan bo'lsak, hop yana bir qator low'imizni yechdi. Hop, bu yoqda nima bo'ladi? Mana shu vaqt o'tkazgandan keyin mana shu vaqt oralig'ida biz savdoga kirsak bo'ladi. Faqat modelimizni kutamiz. Modelimiz o'sha, ya'ni MSS qanaqadir level zonaga kelish kerak bo'ladi. Yokida qanaqadir liquidity zonani yetsa ham bo'laveradi. Biz bu yoqda nima bo'layotgan? Qarang, nima bo'lyapti? PDL, ya'ni liquidity kechagi kunning low'i, ya'ni sell side deb olsanglar ham bo'ladi. Sell side yechilgan, Osiyoni low'i ham yechildi. Osiyon low'dan keyin yana dalshi bitta ikkita low yechilyapti bizda. Ikkita low yechilganligi sababli mana birinchi low, ikkinchi low. Bu katta time frame'da sweep hisoblanadi. Xolislar ko'ramiz. Mana katta time frame'da bizda mana bu nuqtamiz nechaga o'tib ketdi? 30:15. 1 soatliklarga qarasa o'sha yurib ketib qolish mumkin. Bitta candle'da bo'lsa sweep hisoblanadi. Bitta, ikkita. Bu realni sweepga kiradi. Sweepdan keyin biza foydalanishimiz mumkin. Ya'ni sizlar bilasizlar, faqat breaker block bilan savdo qilamiz. Hozir mana shu videoda breaker block bilan kirish. Hop. Endi qaranglar, bu yerda mana bu narxi tepada body, ya'ni candle bilan yopish kerak. Candle tana bilan yopish kerak. Ya'ni bu mana shu tana bilan yopilyapti. Ana endi tana bilan yopgandan keyin, misol uchun biz mana bu ikkita oqshamchani olsak bo'ladi. Ya'ni breaker block deb qo'yamiz. Mana bu bizda stop hand hisoblanadi. Stop hand bo'ldi. Mana shu nuqta stop hand bo'ldi. Yangi low, mana bu eski low bo'ladigan bo'lsa, mana eski lowni yengilab ketyapti. Low low bo'ldi va onasini hamsin bu hop low mana bu new, ya'ni yangi low biz uchun. Bu yoqda qarasak bo'ladi, yana qo'shimcha sweep. Hop, endi biz struktura o'zgarishini ko'rib turib, biz savdoga kirsak bo'ladi. Hop, bu narsa premium discount ishlatsanglar ham bo'ladi. Ya'ni men bu atkat bergandan keyin men bu nuqtaga premium discount tortib turib savdoga kirsanglar bo'ladi. Hop, kuzatamiz. Hop, atkat beryapti. Qaranglar, xolisanglar M1 ga olamiz. Xolisanglar shuni o'zida ham savdo qilsanglar bo'ladi. Hop, endi premium discount tortadigan bo'lsak, mana premium discount tortsanglar ham xuddi shunga to'g'ri kelishi mumkin, lekin qaranglar. Mana bu nuqtada IFVG bor. IFVG ni bilsanglar kerak. Mana bu nuqta breaker block bor. Xolasanglar ikki xil yo'nalishi bor savdoga kirish uchun. Men sizlarga o'zim bilganimni, o'zim savdo qilib kelayotganimni ko'rsatib beraman. Hop. Savdolarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha Telegram kanalda hammasi tashlangan. Pastda xuddi shunaqa savdoga kirilgan. Mana bu breaker block biz uchun. Bu breaker. Endi qarang, breaker block bu bo'ladigan bo'lsa, undan keyin mana bu nuqtada bizda IFVG bor. Xolisanglar IFVG, xolisanglar breaker block, unisini farqi yo'q. Yana ham awareness bo'lishimiz uchun mana shu haydan o'tgandan keyin atkat berib qaytadi. Qanaqadir low'imizni yechgandan keyin biz savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yana ham tasdiq qilmoqchi bo'lsanglar.
tasdiq kutmaydiganlar bo'lsa, mana bu low'imiz sweep qildi. Ya'ni bu kichkina LTF time frame ga olsanglar, mana M3 da ekan. M3 larda bo'ladi. Примерно hop, M3 da mana bu FVG bor. M3 da mana bu inducement hop. FVG ham bor, mana bu IFUG ham bor. Unisi bo'laveradi. Xolos edi mana shu breaker blokdan savdoga kiramiz. Savdoga kirilsa stop loss low'da joylashadi. Stop loss low'ga. Ya'ni nima uchun low'ga qo'yilyapti? Sababi mana bu IFUG bor. Narximiz mana shu premium discount tortiladigan bo'lsa, endi mana bu qizil zonaga mana bu candle tushdi, ketyapti. Sizlar misol uchun mana bu qo'yishingiz mumkin. Kimdirlar qo'yadi, lekin bu xato. Nima uchun? Mana bu IFUG bor. IFUG ga hali test bo'lmadi uncha, ya'ni M5 dagi IFUG bor. Shu uchun mana M5 dagi IFUG ga hali narximiz tegmagan. Shu uchun eng xavfsiz yo'li low hisoblanadi. Mana lowga ozgincha mana shunday qilib qo'yasizlar. Misol uchun bu yerda $600 risk bo'lyapti. Bu 50 k uchun ham ko'p o'zi aslida. 100 k uchun normal, 50 k uchun $250 risk qilsanglar normal. Xo'p, take profitimiz endi biza o'zimiz uchun alohida take profit topishimiz kerak. Take profit trade qilmanglar, ya'ni o'zingiz uchun boradigan nuqtani topasizlar. Buni qanaqa topsanglar bo'ladi? Premium discount bu yerda ham misol uchun yordam beradi. Premium discount tortsa bo'ladi. Mana bu nuqtadan tipa mana shu nuqta, mana bu FVG'miz bor ekan bizda. Bitta FVG bor ekan. Mana shu nuqtagacha biz savdo qilib ko'ramiz. Osiyoni 0.5 ga to'g'ri keladi u ham. Bizda hamma narsa tayin, Nevlow, ya'ni o'sha nima deydi, kelo zonaga bo'lgan, boshqa bo'lgan. Narximiz mana uje anaqa kelyapti. 920, 930, ya'ni makro vaqtimizga kelyapti. Biz makro vaqtda ozgincha vaqtliroq kirdik. Где-то 15 daqiqa vaqtga kirdik. Zonamizga kelib qo'yganimiz keldik, stop loss qo'ydik. Endi sizlarning vazifangiz faqat kutish bo'ladi. Shtobi mana yurg'izamiz, lekin 930 bo'lganda обязательно manipulyatsiya bo'ladi. Ko'pchilik o'shanda yeb qo'yishi mumkin. Xo'p, manipulyatsiya qanaqa bo'ladi? Xo'p, narximiz chiqqan mana 930 gacha misol chiqadi, mana bu yerda chiqadi. 930 kelganda bitta pastga urib, misol ko'pchilik stoplarni yig'ib, keyin dalishi ketishi ham mumkin. Bu narsa bozorda rosa ko'p bo'ladi. Xo'p, yuryapti. Yaxshi, biz bitga qilish xato. Sabab endi qayda oldi. Ana 930 boshlanyapti. Vot mana qora bilan tushdi. Ko'rsak bo'ladi. Qora shamcha bu manipulyatsiya. Ya'ni 930 boshlanishi bilan bizda manipulyatsiya holati bo'ldi. Lekin bizda hali stop olgani yo'q. Stop agar biz mana bu nuqtalarga qo'yganimizda stop olar edik biz. Hozir narximiz breaker blockda ham turibdi, IFUG da ham turibdi. Narxi breaker block ushab turibdi desak ham bo'ladi. Hop, endi mana bu hayimizdan o'tib ketishini kutamiz. Bu haydan o'tib ketsa, yana bitta qo'shimcha trade qo'shsanglar bo'ladi. Hozircha shu normal. Haydan o'tdi tana bilan. Endi qaranglar. Tana bilan o'tganligi uchun narximiz agar mana shu nuqtaga qaytib keladigan bo'lsa, yana bitta trade qo'shamiz biz. Mana shu nuqta rangini o'zgartirib qo'yaman. Mana shuni qilib qo'yamiz. Bizda target bor. Hop, mana bu nuqta, hop, mana shu nuqtadan o'tsa buy side liquidity, ya'ni bizani boradigan nuqtamiz, buy side. Mana 0.5, ya'ni premium zonadagi FVG bizga kerakli. Bu yerda o'tgan uchun biz bitga qilib dальше ushlasak bo'ladi. FVG test. Уже mana shu holatida ko'rsak bo'ladi. Bizga примерно stop lossimiz low'da joylashtirgan bo'lsa, примерно bizga necha error. Hop, errorni o'chirib qo'yilgan ekan. Bu yerda примерно 1 ga to'g'ri error bor. O'rtoqlar, men error topamadim. 1 ga to'g'ri error bor. Bizning target mana bu nuqta deydi. Bizda уже bezubitga, lekin 2100 foyda. Normalniy. Уже qaranglar, take profit oldi narx. Take profit qo'yilmagan. Qo'yishimiz kerak edi, esdan chiqibdi. Mana shu nuqtada bo'lish kerak edi. $3200 da. Xo'p.
Take Profit oldi. Unda qaranglar, bu yerda sizlarga o'rgatilgan hamma narsa ishlatildi. Mana bu nuqtalari ham bizda buy side hisoblanadi. Mana bu nuqta tipa eng maksimumdagi high, ya'ni mana bu nuqtalar bizda buy side hisoblanadi. Ya'ni xuddi shu model, ishlatilayotgan model, ya'ni har kuni bir xil vaqtda o'zingizga bitta dona model olib, o'sha vaqt kelganda o'shani bozor o'zida ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol stabilniy kuniga 1-2 ushlasanglar bo'ladi. To'g'ri stop ham bo'lib turadi. Sizlar manipulyatsiyaga tushib qolmasanglar, asosiysi, ya'ni stop losslarni, take profitlarni to'g'ri qo'yadigan bo'lsanglar, hammasi chotki bo'ladi. Har kuni iloji boricha bir xil vaqtda savdo qilaylik, ya'ni Osiyo London kerak emas. Meni o'z lishni maslahatim, Osiyo London bozoriga qaramanglar, New York kirib kelganda PM vaqtda, ya'ni o'sha makro vaqtda savdoga kirsanglar, o'sha ham zo'r. Ya'ni bu yerda ortiqcha narsalar ishlatilgan. Premium discount bizda hop premiumdagi zona qanaqadir keladi. Vaqt bo'ldi. Breaker block bo'ldi. Mana shu narsa sizlarga o'ziga savdoga kirib chiqib ketishingizga yetadi. Kuniga 1-2 bu narvan $250 risk, $500 foyda 50k uchun. Hop, bugungi o'rtoqlar, bugungi video shu edi. Men sizlarga qo'ldan kelgancha, ya'ni o'zim ishlayotgan modelni o'rgatishga harakat qildim. Sizlardan faqat like и поддержка bo'lsa, ya'ni like и komment yozib qo'ysanglar, bundan keyingi video xudo xolisa mana shu modelga qo'shib ishlatadigan narsa bo'ladi. O'shani xudo xolisa normalniy prosmotr bo'lgandan keyin reskga qo'yaveramiz. Hammaga rahmat, charchamang.